2026-yil men uchun boshidan sinovli keldi. Umringiz mobaynida bir marta bo'lsa ham panichеская ataka his qilib ko'rganmisiz? Men shu narsani 26 yoshda boshimdan o'tkazdim. Yanvar oyi doktor yurish bilan boshlandi. Farzandli bo'lganingizdan keyin sog'lig'ingizdagi muammolar ham sekin-sekin ko'payishni boshlar ekan. Ovozimdan bilsangiz bo'ladi, hali ham 100% tuzalganim yo'q. Undan tashqari bolalar ham har oyda hech bo'lmasa bir martadan kasal bo'lib chiqishadi. Maqsadga o'tadigan bo'lsam, bu oy men boshimdan operatsiya bo'ldim. Bolaligimdan boshimda kichkinagina rodinkam bo'lardi va borgan sari bu narsani kattalashayotganini sezardim. Bir kuni yaqinlarim rodinkam rangini o'zgartirayotganini sezib qolishdi. Buni bilgan zahotimiz onkolog dermatologga murojaat qildik. Bu payt mendan qanaqa hislar o'tganini faqat o'zim bilan Alloh biladi. Shukr qilaman, doktorlar tekshiruv ishlarini o'tkazib, rodinkam xavfsiz, lekin uni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashni maslahat berishdi. Shunaqa qilib boshimdan kichkinagina operatsiya o'tkazdim. Ming shukr, hozir hammasi yaxshi. Bu videoyim bilan nima demoqchiman? Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmanglar. Ko'proq vaqtingizni oilanglar bilan o'zingizni sevgan ish qilib o'tkazinglar. Hammanglarga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman.